Qorinni ahvolini qaranglar. U yoqda biz Visagonkada qiynaldik. Yomon shirin akalar. Vahsha. Mazza qilyapman bor. Uyama ko'rdim demay tishlab yur ekansan-da. Ya. Voy, ichlarini oladi. Visagonkada borki, ishoninglar, odamzod shunchalar qiynaladi. Bitta narsaga tinglayman. Mana bu homilador ayol biron narsa yegisi keladi-ku, soat necha bo'lishidan qat'iy nazar eriga aytadi, olib keling deydi. Nima deydi shuni? Bilmadim nima deydi, kommentga yozib ketasizlar. Xullas, o'shanday holatda bo'lasizlar. Oldilaridan chiqqan narsa yegilaringiz keladi. O'zi Visagonkadan oldin yegilaringiz kelmaydi, qorinlari och bo'lsa ham majburlaban ba'zida ovqat yeyolmaysiz. Lekin Visagonkada odamni shunday ovqatlangiz kelaveradi. Soat 7 bo'lishini kutib biz soat 2, 4 soat. Mana bu yoqda gazini beryapti. Bir chetdan o'piryapti. Suvlarni qator qilib qo'yib olib. Mana bunga nima gap?